Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun uyda pizza derivenskiy deydi. Ana shu pizzani tayyorlab ko'rsataman men sizlarga. Mana shu produktlar ketadi. Mana hozir drojjovoy qilib xamir qilamiz. Suv solamiz, sut solamiz, iliqqina ikkalasi ham. Ho'l droj solamiz, shakar solamiz, tuz solamiz. Endi suxoy quruq droj solamiz. Eritilgan margarin solamiz yoki sливочный maslo. Ana endi unni solib, o'rtacha qilib xamir qorib olamiz. Qattiq emas, yumshoq emas, o'rtacha. Hozir aytib qo'yay, bizning kanalimizga qo'ng'iroqcha tugmasini bosib, like bosib, kommentariyalarga bilmaganlaringizni yozib boringizlar. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Bundan da yaxshi retseptlarni ulashishga harakat qilaman. Olivko'y maslo bilan yana bir sidrama mushlab tindirib qo'yamiz. Endi zuvolalarni birini 400 gram, birini 200-220 gram qilib kesib zuvola qilib olamiz. 400-500 gramlik xamirimizni tagi qismiga yoyamiz. 200-220 gram xamirimizni ustki qismiga yopib olamizda. Mayonez, smetana, tuz soldim. Sushona chesnok, quritilgan chesnok. Buni ham solib, bu chesnok shunday zo'r ta'm beradi pizzamizni sousiga. Ishtahani ochadi. Shunday zo'r dahshat sous bo'ldi mana shu hozir. Sousni esa qutimga ozrog'ini solib oldim. Pizzamizning nachinkasini ustidan quyib chiqish uchun. Varyonli kartoshka, kopchonli kuracha, sir, sous, mayonez. Mana shular ketadi nachinkamizga. Xamirimiz tinib chiqdi 1 soatda. Ko'rib turganlaringizda mягкий, sochniy, воздушный zo'r xamir bo'ldi. Mana tagi qismini yoyib katta qilib oldim. Endi sousimizni surtib chiqamiz.
Varyonni kartoshkani qo'ydim mana. Kopchonni ko'rishsani kesib qo'yib chiqdim. Ustidan sirni sepdim. Sir mozzarella ishlatiladi. Bizda mozzarella yo'q uchun sir gollandskiy bor ekan, shundan ishlatdim. Mana ustini ham xamir bilan yopib, tuxumlarni surtib, kunjutlarni sepib, duxovkaga jo'natdim. Bu birinchisi. Mana endi bunaqasiga yoyib ko'rsataman. O'sha sous surtdim. Endi ustidan pishgan kartoshkani qo'yayapman. Pishgan kopchonni, tuzlangan sho'rtakkina ko'rishsani, tovuq go'shtini qo'yib chiqdim mana. Kopchonni ko'rishsani. Bunisiga parmezan, sir parmezandan foydalandim. Uyda shular bor ekan, mozzarella tugagan ekan. Mana haligi sousimni ustidan sepib chiqayapman. Ancha quyuq sous edi, ozgina suv solib aralashtirib, mana bunday qilib ustidan qo'yib chiqdim. Yanadan mazali, yaxshi bo'lsin deb pitsa. O'zi shunday qilgan qonun qoidasi bo'yicha. Mana ustki qismini yoyayapman hozir. 220-250 gram qilib olsangiz bo'ladi. Ustki qismini mana. Yuqagina. Chetlarini yaxshilab berkitib, bosib bukib chiqasizlar. Xohlagan shaklda buksa bo'ladi. Xohlasalaringiz pirogdek qilib urib chiqsa ham bo'ladi. Mana shunday qilib. Обязательно ustidan pichoq urib qo'yingizlar. Ishib ketmaydi, chiroyli chiqadi. Orasiga issiq havo aylanib, hamma yog'i pishib chiqadi. Tuxum bilan sutni aralashtirib ustiga surtib chiqayapman. Mana endi oq kunjutni sepaman ustidan. Belli kunjut. Mana endi buni duxovkaga qo'yamiz. 200-220 gradusda 30 minutda pishib chiqadi. Mana pirogimiz pishdi. Albatta maslahat beraman, tayyorlab ko'ringizlar. Shunaqangi sochli, apetitli, zo'r pitsa derevskiy bo'ladi bu. Bundan biz juda ko'p tayyorlab sotganmiz, yeganmiz xullas. Chesnok, mana bu ko'rinni, kopchonni ko'rishsalar shunaqangi ishtahani ochadigan zo'r taxam beradi.